Qariyb 36 yil oldin o'zbek tili davlat tili maqomini olgan edi. Shuncha vaqt o'tdi. Endi bir o'ylab ko'raylik, o'zbek tili qay darajada buyuklashdi? Bugun o'zbek tili butun dunyo bo'ylab 50 milliondan ortiq inson tomonidan so'zlashiladi. O'zbek tili 130 dan ortiq xorijiy universitetlarda o'qitiladi. Hatto Amerika, Britaniya va Germaniyada ham. Alisher Navoiy o'zbek adabiy tilining asoschisi deb tan olingan. Tilimizda 100 mingdan ortiq so'z bor. Ularning ildizi turkiy, forsiy va arabiy manbalarga borib taqaladi. 1989-yildan buyon o'zbek tili 3 xil alifboni bosib o'tdi: arab, kiril va hozirgi lotin yozuvi. Bugun esa o'zbek tili nafaqat millatning, balki mustaqillik ramzining bir qismidir. Endi aytingchi, siz o'z tilingizda IELTS topshirganingizda qanday darajada bo'lar edingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qariyb 36 yil oldin o'zbek tili davlat tili maqomini olgan edi. Shuncha vaqt o'tdi. Endi bir o'ylab ko'raylik, o'zbek tili qay darajada buyuklashdi? Bugun o'zbek tili butun dunyo bo'ylab 50 milliondan ortiq inson tomonidan so'zlashiladi. O'zbek tili 130 dan ortiq xorijiy universitetlarda o'qitiladi. Hatto Amerika, Britaniya va Germaniyada ham. Alisher Navoiy o'zbek adabiy tilining asoschisi deb tan olingan. Tilimizda 100 mingdan ortiq so'z bor. Ularning ildizi turkiy, forsiy va arabiy manbalarga borib taqaladi. 1989-yildan buyon o'zbek tili 3 xil alifboni bosib o'tdi: arab, kiril va hozirgi lotin yozuvi. Bugun esa o'zbek tili nafaqat millatning, balki mustaqillik ramzining bir qismidir. Endi aytingchi, siz o'z tilingizda IELTS topshirganingizda qanday darajada bo'lar edingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qariyb 36 yil oldin o'zbek tili davlat tili maqomini olgan edi. Shuncha vaqt o'tdi. Endi bir o'ylab ko'raylik, o'zbek tili qay darajada buyuklashdi? Bugun o'zbek tili butun dunyo bo'ylab 50 milliondan ortiq inson tomonidan so'zlashiladi. O'zbek tili 130 dan ortiq xorijiy universitetlarda o'qitiladi. Hatto Amerika, Britaniya va Germaniyada ham. Alisher Navoiy o'zbek adabiy tilining asoschisi deb tan olingan. Tilimizda 100 mingdan ortiq so'z bor. Ularning ildizi turkiy, forsiy va arabiy manbalarga borib taqaladi. 1989-yildan buyon o'zbek tili 3 xil alifboni bosib o'tdi: arab, kiril va hozirgi lotin yozuvi. Bugun esa o'zbek tili nafaqat millatning, balki mustaqillik ramzining bir qismidir. Endi aytingchi, siz o'z tilingizda IELTS topshirganingizda qanday darajada bo'lar edingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qariyb 36 yil oldin o'zbek tili davlat tili maqomini olgan edi. Shuncha vaqt o'tdi. Endi bir o'ylab ko'raylik, o'zbek tili qay darajada buyuklashdi? Bugun o'zbek tili butun dunyo bo'ylab